Bu Türkiye'ye vardı indi. Koya olsun. Men uyda o'tirdim, kitoblar o'qidim. Türkiye'de eflisun, banan hem jilek, jimirchilar. To'xta o'zal qizlar. Mashq qo'yasan, u kelmaymi? Ozod, sen o'tir hali. Mana o'rindim. Nik, narsa bo'ldi? Ko'ngilsiz xabarimiz bor. Qizlar, qo'rqitasiz bek. Narsa bo'ldi? Masha kelmay. Ayye, onun oilasi Samaraga ko'chindi. U hozir shunda yashaydi. Bolalar, tanış bulunuz. Bu Maşa. Ул bizning maktabga ko'chdi ham sizning bilan birga o'qiyashaq. Selam, men Masha. Selam. Yaxshi Maşa, sen kir, sinfdoshlaring bilan tanish, tezdan darslar boshlanadi. Selam Maşa. Men Artur. Men bu sınıfның lideri. Narsa. Kim sana aytdi? Ortoqdanisiz, lider. Tinglab mani, u shu men Alsu, bu Katya, Boris, Aynur. Bu Ozod. Ozod bugun ko'ngilsizroq xabar oldi. Nik, narsa bo'ldi? U şahmat klubuna girdi. Аңа şahmat oynau big ошийdi. Ularni hatta yaratdı da. Anısı Boris tugul indi. Onlar ne bo'ldi? Shaxmat klubini yopdilar. Ayye. Trener ikkinchi shaharga ko'chindi. Ey, Samaraga ota-onasi bilan. Anlaşıldı. Bu o'rin bo'shmi? İyi bo'sh. Qo'yg'irma Azat. Shaxmat bo'yicha mening birinchi razryad. Birga o'ynarmiz.